Xitoy virusi sababli uyimizga solinib qolgan mushkullarning biri o'zimni bilim bilan qurollantirib, jaholatdan qutulish uchun kelgan madrasamda qarindoshlarim yo'q, do'stlarim yo'q, yolg'iz qolgan kunlarim davom qilyotdi. Madrasa bog'chisini sayli qilgach, qushlarning sayrashlaridan va bir asab havodan nafas olish niyatida aylanib, ko'ngliqidan kishiga bir xil zo'q beradigan chinar darxi yog'ochidan yasalib, chiroyli bezalgan ko'ni bir o'rindiqda o'tirdim. Ushtum tut bir daraxtga tirmanayotgan bir qurt diqqatimni tortdi. Tirmanayotdi, ammo hech yuksalmaydi. Uningga qarab o'zimning holini, millatimizning holini o'ylab, taqdirimizning o'xshib qolganligini his qildim. Xuddi men qancha yillik o'quvchilik hayotimda ota-onam va yoki millatim uchun hech qanday bir ish qila olmaganligimni va millatimiz uchun jon tikib tirishayotgan insonlarning fidokorliklari bir natija berolmaganligini his qildim. Qalbimni umidsizlik tuyg'usi qopib olgandek bo'ldi. U kunni xuddi umidsizlikdan o'zini yo'qotib qo'ygan biridek qayg'urgan holda o'tkazdim. Oradan 2-3 kun o'tdi. Har qishning abadiy emasligini his qildiradigan bahor quyoshi boshqacha parlagan bir kun edi. Kayfiyatim intayin yaxshi edi. Yana shu bog'chadagi qushlarning vichirlashlaridan huzur olish niyatida madrasamizning bog'chisini aylanib yurib, yana shu ko'ni o'rindiqda o'tirdim. Taqdirning o'rlashtirishi qarang. Yana shu yerda bahorning kelishi bilan uyqularidan yo'ng o'yg'aygan qurtlarning shu daraxtga yomishayotganligini ko'rdim. Ammo bu qitim yolg'iz emas, sap-sap bo'lib, o'zaro yordamlashgan holda yuqoriga o'rlayotdi. İçimde dedim, her keçinin bir gündüzü, her qishning bir bahari, her baharning qalblarini istadigan yangi g'unchaları ve yangi nesillar, yangi qurtlar yetishtiradigan bir quyosh bo'ladi ekan. Nishon to'g'ri bo'lsa, san az bo'lsa-mu, bir kuni bahar quyoshi yuzlarcha, minglarchasini uyg'otadi ekan. Shunda xulosa chiqardimki, hech bir musulmonga kurash qilgan davosida, maqsad qilgan nishonida yolg'iz bo'lsa-mu, umitsizlanish, qayg'urish uyg'un emas ekan. Mesele sizning qishda va yoki yozda yashashingiz emas, mesele yangi g'unchalar ichilish, yangi nesillar yetishib chiqish uchun milingiz, jiningiz va yuz obro'yingiz bilan xizmat qilish ekan. Nishon g'alaba qilish bo'lsa-mu, g'alaba qilolmaslikning sababi umitsizlik bo'lmasligi, ajdodlarimizdek bizni yashasin deb jinini milini pida qilgan bu yo'lda sinimi mengishasiz ekan. Asli qayg'urish va umitsizlanish qorong'ulikning zulmatiga va quyoshning chiqishiga ishinib, Allohning qudratiga ishonmaganlar uchun ekan. Asli umitsizlanish ibrat ilishimiz uchun yaratilgan koinotning ichidagi bahorni, qishni, yozni ko'rib tafakkur qila olmaganlar uchun ekan. Haqiqiy xijil bo'lishga tegishli bo'lgani çaresizligidan bir iş kılanmaganlığı, davanın beşi ve yoki dava sepetikilerden biri bo'lalmaganlığı emas, belki davasını hiç bo'lmasa qalbida yaşatılmaslık ekan. Davasının yeriga boshqa nishon tikliganlar bir qurtqa o'xshash yolg'iz bo'lsa-mu, nishondan voz kechmas ruhi bo'lmaganlar ekan. Allohning bahorining kelishiga ishonmaganlar, bir kishining bir kunduzi borligini bilmaganlar xijil bo'lsa bo'ladi ekan. Chiqaradigan xulosamiz shuki, her shaxs, her bir ruh davasının bahari, yangi g'unchalarning chiqishi uchun to'xtovsiz harakat qilish kerak ekan. Bugun biz bir va yoki ikki kishidan iborat bo'layli, yo'limizning to'g'ri, davoyimizning haq ekanligiga ishongan holda keynimizdan yuzlagan va minglaganlar keladi degan ishonch ruhi bo'lishi kerak ekan. Chunki bahor kelganda g'uncha bo'lolmaganlar yana bir bahorning kelishini kutishga majbur qoldi ekan. Bu sababdan o'qituvchidan o'quvchilargacha, ustalardan shogirdlargacha, faylasufdan siyosiyongacha hammamiz yangi bahorning g'unchalari bo'lish uchun harakat qilishimiz, yangi nesillar yetishtirishimiz kerak ekan.